Mana azizlar bugun bolalar bilan, nevaralar bilan parkka aylanishga chiqdik. U kungina bolalarimiz kichkina mashina yuradi. Endi bular bolalari, mana nabiralarimiz bo'yi shuncha o'sib qoldi. Bugun bir aylan, Osiyo. Bolalar kuniga. Amala, u kungina sen mana shunday yurayding mana. Hali ham qizlarim boladek, nafaqat men uchun, o'zlari uchun hamda shu qalbi shunaqa hali ham soddadir. Bu yaxshi narsa. Mana Husanjon ham katta yigit, mana mendan ham katta-da. Qara bu nima? Mana buni ko'rib Ivanushka, Ayoz bobo kinosidagi Yalmog'iz kampirni uychasiga o'xshatyapmiz. Xohlasalaring, sizlarga Yalmog'iz kampir kerakmi? Haqiqiy Yalmog'iz kampir. Men Ivanushkaman. Menga bu dushmanlik qiladi. Kometga marhamat. Shunaqa yoz. Dada, diyetani bugun buzsam nima deysiz bolalar kuniga? Bo'ldi, nima qilasan? Yumushtirib qilgan ekanda shunga chiqarandi. Parklarda zo'r qilsa hamma joy chiroyli. Haqiqiy o'sha avvalgi kiruvchilarni ko'rardik. Mana bu yerda ham bor ekan. Birinchi, biraz tepaga alinasa. Ey. Bolalar bilan yurganim uchun ovqatlarimiz ham bolacha bo'ladi. Bugun gamburger yeymiz, bugun marojniy yeymiz. Kola ichamiz. Kola, bugun hamma narsa zararli narsa yeymiz. Yo, mana bunaqa tutasiz. Doktor Faxriddinning dasturxonida kolami yeb, bizlar ham odammiz. Bizlarda ham kola ichgimiz keladi. Burger yegimiz keladi. Ye, mana bular rosta gasmi bu? Mana qadrdonlar 2 yil avvalgi turkumni men qaytarmoqchiman. Hamma qoyil qolgan shunda qanday qilib balandlikdan sakrayman pastga. Salta qilib boshladik. Tomosha qilasizlar. Da. Shaptir. 1 2 3. Qayerda zakaz qilasan? Marojniy ham yeymiz, lavash ham yeymiz, gamburger ham yeymiz. Qanaqa? Ana hamma Ana marojniy. Ele gangar marojniy. Bilal. Mana. Bugun hamma narsa buziladi. Bularniki bitta dona, bittani qoldi. Sigaradan chiqib ketdik. Ayron, marojniy. Mana, manglar. Mana bu. Rahmat. 35 yosh bo'lganimda ham diyeta qilayotgan bo'laman. Ya. Bugun buzaman deysiz. Buni oxirgi kun dushanbadan boshlayman. Va dushanba yaxshi kunda, baribir. Haftani boshidan boshlasang, bir xil nima endi shu dushanba kuni boshlasang. Men o'ylayman, kalla yo'qolsin. Menki oy, masalan, bu keyingi oyda men naq qilaman. Bu keyingi oyda birinchisidan deyman-da. Bugundan emas. Keyin masalan yil. Yil. Masalan yilda o'ylasingga masalan aytsan-ku. Masalan kurugli yil deysan-ku. Son yosh bo'lgisi kelyapti. Avval sanni mana bunday ko'taraydi. Mana shunday ko'taraydi sanni. Endi sanni ko'tar. Sog'inish baxtiga muyassar bo'lganimizdan afsan. Bu Anvar bechora. Sizlar o'z bolam menga dushmanlik qilyapti. Men daramdaman. Ekstremalni nimadir qilish kerak. Otaga dushmanlik qilgan bola ko'rgan, hozir meni allab karabllar uchirmoqchi. Karabil anu. Karabil qaranglarda, hamma sizlarda ham shunaqa bo'ladimi? Tepadan buna tushib kelayotganda, menga voshi qiynalib tushib kelayotganimda Mendan ham telbaroq, oshig'i bemor. Hozir moda bo'lgan shu. Mayli, asalarim sog' bo'ling. Shunaqangi zo'r mana shu bolachalar uchun
kichkina uychalar qo'yib qo'yibsan. Eshiklari bor, mana bunaqa kirishga. Hamma tomon shunaqa, xuddi bir biz Syurix, Shvetsariyada, Londonda, o'sha Parijda bo'lganimizda taxminan shunaqangi uychalar bo'lardi. Shunaqa tomosha bolalarga ham bu yoqimli. Opalarim erinib qoldim deyishyapti mana. Chunki uyqimiz kelyapti. Uyquga keyin men bularga aytyapman. Erinmasliklar yo'li ya'ni. Qilish kerak. Ha, erinmasliklar. Voy, charchadim. Hali. Mana ozib qoldik ancha. Qara, bellar yo'q, kelib qolmas. 60. Rohat olib beraman. Ketdi. Ashaqa moda bo'lgan mana. Ranopanga havas qilib olganlar bor bu yerda. Shundan ham bir xil kiyinib yurgan bo'lamiz. Bir xil mashina hayda. Bilaman. Очень charchadim. Давай 5 ta. Voy, ko'tib yaqinlab ket. Yoki yerga bunday o'tirib ol. Yerga o'tir. Nima qilmaydi? My only sunshine, you make me happy. When stars are blue, you never know where yolg'onni bilmayman. Please don't take my sunshine away. Bashi bolani o'zimiz katta qilganmiz. Seni vashchi aloqang yo'q. Men beshikda yotganman. O'zing ham bola bo'lgansan-ku, qanaqasi? Biz katta qilganmiz. Qoyilmisan, o'zim bola bo'lib bola boqqanman. Привет. Меня зовут Камола. Я полный говорю русском языке, потому что я очень хорошо знаю русский язык. Ana. Yugur, qandoq o'tiradi? Классно, super. Hamma g'uborlar chiqib ketadi, charchoqlar chiqib ketadi. Asab buzilishlar hammasi просто chiqib ketib, battar bosh og'rib qoladi. Zato faqat kashinani og'rib. Shu fursatdan foydalanib men xalqimiz bolalarini 1-iyunni bilan tinch chin qalbimdan tabriklayman. Qazaklar. O'zimizning baxtimizga o'zimiz sog' bo'laylik aziz bolalar.